Assalamu aleyküm aziz vatandaşlar, anakanlar, eke ülkelerim. Ben sizlerin özünü yengiden inovasyon teknolojiyem ile Çin kalbimden tebriklemem. Bu teknolojiyem hazırki zamanımız talebiye âli derecede cevap veri aladı. Hazırki zamanımızda juda köp mamalara tala girer. Misal için ekolojimizde köplep mamalarımız mevcut. Su mamamız hem var. Enerjiya mamamız var. Priroda mamamız ham var. Bularning yechimini izlab topishimiz kerak va zarur. Hozirgi zamonimizda mendan sizlardan talab qilmoqda. Qanday bo'lmasin izlab topishimiz shart. Eng dolzarb masalalarimizdan eng kattasi hisoblanadi. Men shu masalani yarim asrdan ko'proq 57 yil vaqti oralig'ida katta izlanish qilib, ona vatanning gullab yashnashini xohlayman. O'zbekistonimiz kuch qudratini ostida men ko'nayraman. Hamisha kelgusi avlodlarimiz mendan sizlardan ham yaxshi yashashini istayman va istaymiz hammamiz. Buning uchun yangi zamonaviy agregatlar, bloklarimizni yangi suv tagida ishlovchi, yarim suv tagida ishlovchi yangi agregatlarni ishga tushira olmasak, kelgusi avlodlarimizga ham har xil muammolar ko'payib boraveradi. Hozirgi zamonimizda har xil muammolar mavjud bo'lmoqda. Bu muammolarning yechimini topmasak bo'lmas ekan. Qanaqa muammolar bor? Hozirgi zamonimizda mana ular ko'rib qo'ying. Suv muammosi, ekologiya muammosi, energiya muammosi, tabiatning o'zgarish muammosi, ozon qatlami yemilish muammosi. Shimoliy muz okeanida muzliklar erta erib suv toshqinlariga sababchi bo'lmoqda. Uni yechib biladigan kim ekan? Bu muammolarni men va sizlar kelgusi avlodlarimiz yechimini topa olmasa, jumboq bo'lib qolaveradi. Hozirgi men siz janobi olilar telekommunikatsiya rivojlangan rivojlangan zamonda yashab turishimiz Xudoyim bergan imkoniyatlarni qo'ldan chiqarishimiz eng katta xatomiz deb bilaman. Agarda menda imkoniyatlar bo'lganda edi, har qanday muammolarning uddasidan chiqa olishimga ko'zim yetishini yaxshi anglayman. Men shunday katta agregatlar quraki butun jahon ixtirochilari, konstruktorlari, ekspeditorlari, rasaniy zatlari, butun jahon prezidentlari, butun jahon ekspertlari, texnozorlari, texmotorchilari, butun jahon xalqlari mening yangi innovatsion texnologiyamni ko'rishini Xudodan so'rab qolaman. Mening yangi texnologiya ishga tushganda jahonshumur ishlarni bajara oladi. Ko'rganlarda butun jahon olimlari yaqa ushlashadi, xohlayman. Bari ham Xudoyimdan ulug' gapirishim noma'qul deb bilaman. Xudo xohlasa deyman. Men qo'llab-quvvatlab tursalargina men ezgu ishlarim amalga oshishini Xudoyimdan so'rayman. Bas saodat tilayman xalqlarga. Inginib arkasidan. Suvda yangicha usulda yangi yo'l bilan suv to'k, ya'ni aniq fakt bu. 900 trillion megawatt olishim O'zbekistonning bitmas tuganmas boyligi hisoblayman. Bu katta boyligimiz O'zbekistonga tegishli, lekin butun jahon boyligi ham hisoblayman. O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Afg'onistonning ham katta boyligi, O'rta Osiyoning katta boyligi deb bilaman. O'zbekiston xalqlari 900 trillion megawatt olishim suvdan. Eng qiziqarlisi bu. Suvda 2 xil yo'l bilan tok olinishi yaxshi, meni o'ylantirib qo'yadi. O'zim savol berib javobini izlab topaman. Suvdan ko'proq yo'l bilan tok olishni istayman. Quyoshdan bir xil energiya olinishi va shamoldan bir xil energiya olinishi meni o'ylantirib qo'yadi. Nega suvdan 2 xil yo'l bilan shamoldan bir xil olinar ekan? Tajriblantiradi. O'zim savol beraman. Sababchi bo'ladi. Suvdan endilikda 3 xil yo'l bilan energiya olishimga imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Samarali foydalanib qoldim. Xudoyimga ming shukr qilib yashayapman. Suvdan 1000 xil yo'l bilan tok olish mumkin ekan. Quyoshdan bir xil energiya olinadi. Shamoldan bir xil. Lekin suvda hali ochilmagan jumboqlar bor. Afsus qilaman. Mumkin kelgusi avlodlarimiz suv sirlarini mendan da yaxshi yecharlar. İşlab chiqarsalar, men quvonib yuraman, faxrlanaman. Mening avlodlarim yangicha energiya ishlab chiqdi deb yulduzlarga uchib yuramiz. Hali ko'rasizlar. Aziz vatandoshlar, e'tiboringiz uchun rahmat.